Jigar. Do'stlar. Ikkita nodir ko'rishib qoldik-ku. Men ko'pchilik aytaman, o'zi hayotda kuchayib ketish uchun yangilik qilish shart emas. Bitta ani ikkita a qilsa bo'ldi deb qo'yaman. Misol uchun do'stlar qildi, jigar qildik. Tamam. Ya'ni hammadan ko'ra boshqacharoq qilamiz, tamam. Bitta like bosib qo'ying, jigar. Mana Nodir xo'ja akamiz bilan ko'rishib qoldik. Akamiz samimiy zo'r insonlar ekan. Qarang, mana sizga showimda aytdim, proyektimda qanaqa bo'lishini, emotsiyalar qanaqa. Lekin qiyin narsa-ku, ko'rayotgan odamga menimcha juda qiziq bo'ladi bu narsa. Men hali podpischilarga aytgan yo'qman. Ertaga shu boshlash arafasida hamma viloyatda bo'lib o'tadi. Rostmi? Rostmi? Gap yo'q. Dal shu kuzatib turasizlar. Aytganchi, siz bizni ko'rib turib, tanib turib podpiska tashlamay kuzatargansiz. Ha, shuni qilaylik bo'lgan. Qo'yinglar do'stlar. Shundoq, mana podpisasiz degan joyi bosib, kimga tashlamagan bo'lsangiz, o'sha joyga ham bosib qo'yaveringlar. Qarang, o'zim bitta talentimni ko'rsaman. Qani? ای خدا نگاه بکن بینی که شده دوست پسرش رفیقه ای خود من ناختدش دور و ورش Gap yo'q bor-ku. Rosa hayotni ko'rsiz, ajoyib bo'larkan bor-ku. Rosa videoda ko'rardik-ku. Nimadir to'siq qo'yib qilishi ham mumkin edi. Qarang, mana bir inovatga haydamoqchiman kelajakda. Ha. O'zingizga aloqa chiqaraman bemalol. Qanishini jigar, nima muammo? Setlardan bosamiz aka. Kamida 2 setda oilaviy haydash uchun bo'lsa, shu bosib boradigan joy X5 mi? Nima mashina yarashadi shu bolaga? Kamida. Siz qaysi biriga? BMW. Yo'q, men hozir BMW yoki Mercedes deya olmayman. Haqqim yo'q deydi. Ha, do'stlar, kuzatinglar. Bitta like bosib podderishga qilasizlar. Hamma ko'rayotganlarga mana shunaqa ina markalar haydash nasib qilsa.